Assalomu alaykum. Qadrli YouTube kanalimga obunachilari. Yana bir vosita bilan Azbor. Ko'rishlar mumkin. Yana bir yangilik. Azborda amerikanskiy skuter. Juda ham chiroyli, go'zal qilib ishlangan, ranglari million tovlanib chiqyapti. Ko'rishlar mumkin. Oldida mana asosiy fari, ikkita yonida ikkita tumanga 3 xil 4 xil ko'rinishda yonadi. Kalonkalari ham juda ham chiroyli qilib joylashtirib o'rnatilgan. Kuchlisilar. Tablolarni ko'rsatib o'tamiz. Hop. Knopchalariga keladigan bo'lsak, svetlari 3 xil yonadi. Pоворotnilar, signallari, M3'lari mavjud. Avarinka, skor, cruise controllar mavjud. Eng qiziq tomoni old orqa jetik stollar jihozlangan bo'ladi. Sidinkalari ham yumshoq, juda ham uzoq yo'l bo'lib shahar ichiga a'lo darajada bo'ladi skuterimiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa nomerlarimiz 90 055 0220 90 860 0220. Motorlari kelgan bo'lsa 1,5 kilovatli. Akkumulyatori litium akkumulyator bo'ladi. 60 ga nechiligini ko'rolmadim. Qisqasi yangi, hozir yangi yig'ildi. Sirazi obzorga olib chiqib ketdim. Ma'lumotini описаниеga yozib qoldiramiz bo'lsa. Mazatdan ko'rishni mumkin. Bananlar shirovki juda ham o'g'irlab turibdi. Tandirdan yangi uzilgandek chiqdi skuter. Yurishlari ham juda yumshoq, zo'r. Tormozlash sistemasi ko'raydi. A'lo darajada ishlangan.